alaykum qadri baland qadrdonlar. Xudo xolasa Farg'ona viloyat Tashlaq tumanida biz akalar velikanlaridan arashanlar, xudo xolasa. Baquvvatlaridan qo'yamiz bo'g'ozlarda akalar. Mana shunisi egiza ham tursa kerak janob. Xudo xolasa akalar yoshlar keladigan bo'lsa, sog'liqlarimiz yoshlari otishlarni ochib ko'rsatib ketamiz. Yosh kattasi 3-qorin akalar. Ikkinchi 3-qoringa bo'g'oz sog'liqlarimiz. Maşallah. Bir qator yoshlarni ko'rsatib o'tib ketaylik Mustafa abi. Akalar yoshlari 4 yosh. Bitta bo'yini ham ko'rib berdim aslida. Ko'kraklari ham nihoyatda keng narsa ekan. Hop, akalar 85 dan baland, xudo xolasa 90 ga yaqin. Uzunliklari 90 dan jinday uzun. Hop, endi harigisini shuncha. O kichikroqni egisini. Yosh kattaroq, keksaroq ekan. 8 tish ekan. Janob. Bunu loppillagan janob. Uju akalar tishi to'kilishni boshlagan ekan bunisini. Tishini ochib ko'rdik, ammo yaqin bo'g'oz. Bolasi ham o'ta toza tushadi, elitni yarashamiz. Quloqlarini ham ko'ryapsizlar. Bo'ylari 85 ekan aka bular. Qani yoqalar. Shu bo'g'oziga biladi qo'ya akalar. Mashina qo'yingchi. Hop, uzunligi 90 ekan. Narigisini shuningdek. Buni ham tishlarini, yoshlarni ko'rsatib o'tib ketaylik janovorni. Mashalloh. Yoshlarni ko'rsatingchi pishmaydi. Akalar 5 yoshga o'tyapti, 4 yoshdan. Yaxshilab oching. Qani? 5 yoshga o'tyapti. 3-qot 4 yosh ekan janob. Birinchi bitta bo'yini ham ko'rib bering, uzunliklari nihoyatda gazli ekan. Bo'yicha katta bo'lmasa ham qani. Akalar bo'ylari 85 dan baland, rashti 90. 90 ga solay ham bo'laveradi. Janob, uzunliklari qarang akalar. Orqalarini ham ko'raylikchi. Bunlar adresda hamma yoq joyida. Qani? Akalar uzunliklari mana. Pashti metr chiqyapti akalar uzunligi. Bunga nima deysizlar? Qo'yavering o'g'lim. Akalar endi xudo xolasa uchalasini bir joyga qo'yib suyuq olaman deydigan obunachilar bo'lsa, xudo xolasa cho'siga bitta narx aytamiz. Shu o'rtada yosh kattaroq, yaqinroq mana shu xudo xolasa mana shu 10 kun, 15 kun yo 1 oy ichida tug'adigan akalar. Mo'lari endi kechki akalar. Qo'shqonlarim bo'lsa bir qator akalar kattaga qaratib olaverasizlar. Mana ikki kattani akalar vesovoy velikanlarini akalar. Ikkosini olaman desalaring 1,5 mingdan kami bor, 1,5 ming dollardan. Agar uchosini qo'yib suyuq olaman desalaring akalar bir joyga bo'lsa 4 ming dollar deyapmiz. Telefon qilib chiqaverasizlar, kelishtiradigan joylari bor, xudo xolasa. Elitni velikanlaridan akalar, vesovoy uzunligi metrli sog'liqlar. Akalar iloji boricha like'lardan yamaymiz, obuna bo'lib qo'yishingiz nasib qilsin. Birinchilardan bo'lib ko'rishlik nasib qiladi akalar. Ikkinchi partiyamizga endi boshqachalardan qo'yamiz. Akalar sog'liq nima deyapti? Maşallah akalar.
tomosha qilib ham maza qilasizlar janavor yuralarini. Udaridan so'rayotganlarga akalar. Bir dona tuqqan xolos akalar, Vesovoy haqiqiy velikanidan. Tanka sog'lig'imiz janavor, laqabi ham tanka. Baradimizlar akalar. Bering bitta bo'ylarni ko'raylikchi janovorni. Quloqlar akalar, garbanoslar. Juda elitniy narsa akalar. Voy janavor, tushni qo'lingizni to'g'ri qo'yingiz yelkasiga. Akalar 93. Bo'ylari 93. Oldilar, nihoyatda kiygan kassaklar ko'ryapsizlar, juda baquvvat narsa. Tishlarni ko'rsatib bering. Akalar yoshlari endi 2 yashardan 4 yasharga o'tyapti. Bitta tuqqan qo'yamiz akalar. Yoshi ham yosh janavor. Uzunligini ham ko'rib beraylik. Tepasining yo'g'onligini qaranglar janavor. Pasti metr akalar, uzunligi. Qo'yib yuboring. Polvon qaranglar. Akalar like'larda ham kommentlarda bilganlarincha, tushunganlarincha yozib fikrlar qoldirib olasizlar, yaxshi niyatda. Nima deyapti akalar, tank laqabli sog'lig'imiz bor. Ishqibozlar bo'lsa akalar telefon qilib chiqib olasizlar. Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz, 1,5 ming dollar. Bo'ylari 93. Chaqa chiqaringchi janovorni biz. Yuruvlarni ko'raylik polvon. O'g'il o'ynashdi. Janavor. Otga o'xshab yuradigan janavor. Akalar like'larda yaminmiz, telefon qilaverasizlar. 3-partiyamizga yana bir ajoyiblaridan qo'yamiz. Akalar, birinchi, ikkinchi qoringa bo'lgan sog'liqlarimiz. Edilbay, mana shuni bitta yoshini ko'raylik, ham qulog'i kattani o'tda deyni. Bitta yoshini ko'raylik shuni. Xo'p, akalar 2 yashar, 3 yasharga endi tish chiqarayotgan. Juda ariq holatda, garbanoslari juda chiroyli. Quloqlarni ko'rib turibsizlar janavorda. Birinchi qoringa bo'lgan sog'lig'imiz. Buyoqda semiz bas. Jo'qalari ham lopillab bo'pti bash. Birar oy ichida tug'adi uzog'i. Narigilarni ham shunday ko'raylikchi. Yaqin, mana shu qashqasi ham pasti birinchi tug'ish bo'lsa kerak. Shuni ham bitta tishini ochingchi. Tishini ochingchi. 2 yashar ekan. Mana o'tda deyni ham tishini oching. Bitta yoshini ko'raylikchi shuni. 4 yosh o'tgan. Bo'ldi. Xo'p. Akalar, buni bo'ylari 80 dan baland. Pisib olyapti, endi 85 chiqaveradi. Narigisini ham shu yozing. Bu kishimi ham bo'ylari. Nima pisyapti bular? Cho'chiyapti. Bular ham 80 dan baland. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Akalar, uchalasini bir joyga olaman. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, ikkitasi juda yaqin holatda bu g'ozliga. O'rtada esa kechkiroq. Uchalasini akalar 8 milliondan Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Mana shu ikkitasi birinchi qoringa, mana bu bilan mana shunisi yaqin mashoy tug'adi ekan. To'lg'oqda yurishdi janovorlar, tug'ib berdi. Akalar, like'larda yamaymiz.
Xudo xohlasa 4-partiyasiga ham udallaridan qo'yamiz endi akalar. Ana shu elitni qo'zilardan qo'yib beraman. Assalomu alaykum akalar, mana to'qlilarni udallaridan. Mana elitni quloqlarini qaranglar akalar, janob. Basharalar oqishini. Basharasi oqishlaridan so'raganlar. Akalar albatta ikki xil variantda qo'yimiz bor. Xudo xolasa mana ikkita kichikroq, sal gibridroq chachishganlari bor. Mana shular, mana sal juni ko'proq Edilbay bilan chiqqan janavorlar. Qashqarida. Xullas ikkitasini puli akalar yengilroq. O'sha ikkala sog'liqchamizni Xudo xolasa bir joyga olaman degan xaridorimiz bo'lib bo'lsa, ikkosini $700 qilib beramiz. Yaxshi sog'liqli bolalar, ko'chati toza bularni ham. Endi akalar mana sal ikkita kattarog'i bor mana ular. Mana shu oqish 80 liniya bilan Cobra liniyadan kelgan janavor. Mana shu ikkovlari o'ta go'zal akalar. Bu ikkosini bir joyga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, $1200 ga chiqarib beramiz. Mana shu ikkosini $1200 ga akalar Samarqandgacha chiqarib beramiz. Hali tish buzgan yo'q, bunisi tish buzgan yo'q, qo'zicha g'al mashinasi. Narigisi tish buzishga kelib qolgan, o'sha tish buzib beradigan sog'liq akalar. Go'zallaridan so'rayotganlar akalar, toza oqishidan mana. Aynan toza oq quruq. Bunlar quloqlar hamma joyida akalar. Bu ikkovini $1200 qilib beramiz akalar, bu ikkosini $700 qilib beramiz. Bemalol telefon qilib chiqishlari mumkin, xudo xolasa. Ular ham 2-3 oyda qochishga tayyor bo'ladi. Akalar, endi xudo xolasa sizlarga qoralaridan qo'yamiz. Sog'li egizakchi ikkita qo'zi sog'liq olib kelganmiz, bo'ylari nihoyatda baland bo'ladi. To'g'ri. Qo'ylar farqini ko'rdilar ham o'zlari. Narxida ham, farqida ham ancha nimasi yaxshi. Laklarda ham yemiz akalar, iloji boricha. Tianshanidan so'raganlarga akalar. Janavor. Tianshan o'ta go'zal. Ikkinchi qoringa bola bergan, bolasi qora sog'liq tushgan janavor. Bolasi hisori. Elitni toza arashanimiz bor, bolasi sog'liq ekan. Ishqilishligiga qo'yiladigan garbanoshlari juda kuchli. Bittasi nimani uchinchi uni nimani Tianshanni bitta ko'raylik. Shuni bo'ylar. Akalar Tianshan ishqibozlariga. Obunachilarimiz ichida juda Tianshanga qiziqqan akalarimiz ko'p. Akalar ariq holatda bo'ylari zo'r, ko'kraklari otilib chiqqan. Mana ko'tlarini ham ko'ryapsizlar, dumbar adrezlari hamma yo'q joyida janavor. Bitta tishlarini ko'rsatingchi. Asosiy yoshlari. 4 yosh akalar. Bu 4 yosh. Bo'yini ko'rib beraylik. Bo'ylari akalar. Bo'ylari 85. Uzunligi. Uzunliklari 90, ariq holatiga 90. Qo'yib yuboring. Narigini ham tushunchi bitta bo'ylarini, yoshlarini ko'rib beramiz buni ham. Yoshlarni ko'raylikchi. Akalar mana toza garbani. Tishlar ochingchi. 5 yosh akalar. 3-qoringa bola bergan. Juda ariq holatda. Bo'ylari bo'yini ko'raylikchi. 85 ga olaverar ekansizlar akalar bo'yini. Uzunliklari akalar 95, 90 larda. Qo'yib yuboring. Janavor.
Bundan keyin go'zallashayotgan qo'yimiz aniq holatda kelgan. Xo'p, akalar endi xudo xolasa ikkovsini bir joyga olaman deb bitta odam qiziqib chiqadigan bo'lsa, bolalarini ham ko'ryapsizlar, toza elitning so'lig'i ham harashandi toza tushgan. Yashandiki qora sori tushgan. So'liq, ikkalasini ham bolasi so'liq. Ikkalasini bir joyga olaman deb qiziqqan akalarimiz bo'lsa, akalar $2000 chiqarib beramiz. Qo'y suyug'i ikkalayini olamiz. Akalar bizda bilasizlar asosiy toza toji va toza qirg'izning qo'ylari bo'ladi. Janovar. Akalar iloji boricha layklarda yamaymiz. Bitta egizayimiz bor, endi sizlarga bitta egizay ham qo'yib beramiz, xudo xolasa. Ikkala bolasi sog'liq akalar, shoshilamiz akalar. Layklarda yamaymiz iloji boricha. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Kalla quloqlari o'ta kuchli ikkalasi. Sog'lom. Akalar bitta qo'chqor, bitta sog'liq bolalari juda go'zal tushgan. Ikkinchi tug'ish qo'yimiz akalar. Egizchi so'rayotganlar. Teynasini tishlarini bo'ylarini ko'rsatib beraylik, qori. Tishlarni ochib beringchi. Akalar, ikkinchi, uchinchi qoringa bola bergan. Endi bitta bo'yini ko'rsangiz, ana bor. Bo'ylar akalar. Bo'ylarni 85 ga olaverar ekansizlar. 85 ga. Bunisi qo'chqor, narigisi so'liq tushgan akalar. Sori qo'yga qo'yilgan. Mashalloh, go'zalligini ko'ryapsizlar, bolalarini ham. Uzunliklar. Har holatiga 90 akalar, inasini uzunligi. Bo'ylari 85 dan jinday baland. To'g'ri bor. Akalar, egizayimizni Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. 13 millionga Samarqandgacha dastlabki qilib berilaveradi. Telefon qilib chiqaverasizlar. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq.